Amir Temur o'zini davrini odami bo'lgan. Biz uni hozir yaxshi yomon mana siz aytganda yorliq bera olmaymiz. Bugungi shart-sharoitlar umuman boshqacha 500 yil oldingidan. Sultonni qabrtoshi odatda bu rasmiy hujjat. U orqali meni xayolimda, ya'ni Chingizxon bu chaqaloqni qonini ertalab kosaga siqib olib, keyin quyoshning chiqishiga qarab ichib o'tiradigan bir vahshiy maxluq. Tojiklar turkiy bo'lib chiqadi. Shunday. Va o'zbeklar tojik bo'lib chiqadi. Xuddi bizday ma'naviyatli bo'lgan deb o'ylaymiz. Manbani o'qiyman, hech qanaqa ma'naviyat yo'q. Keyin Tuzuk Temuriy. U Tuzuk Temuriy Hindistonda 16-asrda yaratilgan asar. Strukturalist aytadiki, Iskandar imperiyasi Iskandar kelmasa ham tuzilar edi. Sizlarda Amir Temurlaring To'xtamirni sindirgan, bu Qozog'istonga qarshi nima bo'lgan? Omma jazavaga tushib, nima deyapti bu tarix? Bu soxta tarixchi ekan. Agarda shunday ramz kerak bo'lsa, kuchli, nima uchun Ulug'bek emas? 4 yon ketgan Yofas avlodi. Bir nigoh, bir nafas avlodi. Lekin jadidlarni programmasi bajarilmagan. Qani mana shu 5 ta barmoqqa sig'adi ularni programmasi. Biz Sovet davrini mafkurasini merosxo'ri bo'lib. Shu hajam davom etyapti. Pan-turk g'oyasi aslida o'zbekchilik g'oyasidan yuqoriroq bo'lsa kerak. DNKni tekshirganda bizni barloslar J2 chiqyapti, ya'ni Mesopotamiya. Hindistondagi hindlashib qorayib ketgan barloslar C3 chiqyapti.